Bugun sizlar bilan uxod va kosmetikani ikkinchi qismini olamiz. Birinchi o'rinda lagon pyankasidan boshlaymiz. Bu hamma terlarga tushib ketaveradi, lekin ayniqsa quruq, nozik, ta'sirchan yuzlarga juda ham zo'r tushadi. Yumshoq yuvib beradi. Загрязнениyalar, makiyajni rosa ham chiroyli qilib tozalab beradi. Izlarni qoldirmaydi. Undan tashqari bunday yuvganlardan keyin yuzingizda qanaqadir qattiqlik, tortishishni umuman his qilmaysizlar. Terda himoya qatlamini buzmagan holda kir, yog', makiyajdan zo'r qilib tozalab beradi yuzingizlarni. Quritmaydi, ta'sirlanishdan rosa ham zo'r himoya qiladi. Gimalay tuzi toksinlarni haydaydi, akatsiya kompleksi namlikni saqlaydi. Shoruki. Limon o'ti bo'lsa bundagi bo'ralaringlarni toraytiradi. Teringiz yumshoq, toza va namlangan holatga qaytadi, hech qanaqa taraylikni his qilmaysizlar. Так что советую. Ikkinchisi Round Lab toneri. Bu hamma terlarga tushib ketaveradi, lekin ayniqsa quruq, nozik, ta'sirchan, sal narsaga qizarib ketadigan yuzlarga juda ham zo'r tushadi. Bu toner terni chuqur namlaydi, undan tashqari o'lik hujayralaringlarni ko'chirib beradi yengil holatda. Tarkibidagi dengiz suvi minerallar bilan to'yintiradi. Так что советую Round Lab'ni hammaga. Uchinchi, bu krem aksessuardan. Bu hamma terlarga tushib ketaveradi, lekin ayniqsa ta'sirchan, nozik terlarga, o'rtacha terlarga, kombinirованная ko'jalarga zo'r tushadi. Aksessuarda kombinirованная ko'jali ayamga oldim, zo'r tushdi. O'zim ham ishlatyapman, menga ham tushdi. Tuzilishi yengil, gel krem shaklida и tezda so'rib oladi, hech qanaqa lipkost qoldirmaydi yuzingizda. Bunaqa yaltirab turadi. Bu kremda asosiy kuchi terni bir zumda tinchlantiradi va namlaydi и yakuniy uhod va kosmetikalaringlarda bosqich qilib ishlatsanglar bo'ladi buni, chunki bu krem oxirgisi bo'laveradi demoqchiman. Bundan keyin kunduzi bo'lsa SPF ishlatasizlar, kechasi bo'lsa ничего не надо использовать. Только крем. Uchinchisini ham o'tkazdik.